Assalomu alaykum, profning kuzatuvchilar. Qo'qon universitet Andijon filialida masofaviy ta'lim shaklida tahsil olayotgan hamda bir vaqtning o'zida o'z ish faoliyatini olib borayotgan talabamiz bilan yaqindan tanishish maqsadida Andijon shahar 37-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotiga tashrif buyurdik. Jarayonni birgalikda kuzatamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Men 37-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti o'z faoliyatimni olib boraman. Qo'qon universiteti Andijon filiali maktabgacha ta'lim yo'nalishida masofaviy shaklda o'qiyman. Mana yaqinda yakuniy imtihonlarni yaxshi baholarga topshirib keldik. O'qishning afzalliklari bizga ma'qul kelgani, masofaviyligi, ish joyimizdan ajralmagan holda oyligimiz saqlangan holda o'qiymiz. Hamda davlat namunasidagi diplomga ega bo'lamiz.